Va nihoyat, 1000 yillik asirlikdan so'ng men ozodman. Minnatdorlik sifatida hojamning 3 tilagini bajarurman. Men tilaklarni amalga oshirish kuchini istayman. Tilagingiz men uchun buyruq. So'zlarni ehtiyot qilib tanlash kerak edi do'stim. Endi esa sen chiroqning qulisan va men sening hojangman. Jinursin seni iblis. Va mening birinchi tilagim bu la'nati chiroqdan ozod bo'lish. Tilaging men uchun buyruq. Nima? Yo, tavba, meni oyoqlarim qani? Men shunchaki sen tilagan narsani berdim. Kallangga seni ablah. Bu narsaga qara. Biram jirkanch. Balki oyoqlarni tilab olarsan. Sen meni tentak deb o'ylayapsanmi? Sen meni gaplarimni aylantirib bo'lib tashlashingni bilib turibman. Sen menga tovuqni oyoqlarinimi yoki shunga o'xshash balonni berib qo'ymoqchisan. Yo'q, men odam oyoqlarini istayman. Ikkitasidan. Bajariladi. Oy, Krisa. O'zing aqllimi deb o'ylayapsanmi? Oyoqlarini peshonasiga qo'yib qo'yaman. Pashollah qo'y. Eskidan bo'lursiz, shukur qilibman. Bajaramiz. Yo'q, to'xta. Nega nima qilib qo'ydik? Ko'rinishdan sening afsuning kuchini yo'qotganga o'xshaydi. Bunday bo'lsa, men keyingi sarguzashtlarimni qidirib keta qolay. Omon bo'l, jin. To'xta. Iltimos, azoblarimni to'xtat. Binoqlaringni tugatishimni istaysanmi? Jonimni ol. Tila buni. Nima? Shirin o'limning seni ozod qilishini tila. Men o'limning sovuq quchog'i bilan ruhimni ozod qilishini tilayman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Original Dungeon subkanalida rollarga ovoz berdi Shudgyuk Prime King, kallamdagi ovozlar kanali uchun